Assalomu alaykum. O'rmanglar, yaxshimisizlar? Ro'zalar bilan charchamayaptimi hamma? Mana ketdi ikkinchi vaksinasi. Lasota vaksinasini qilyapmiz. Birinchisiga gambara qildik, ikkinchisiga lasota qilyapmiz. Uchinchisiga yana gambara qilamiz. Keyin lasota bronxit qilamiz. İki soat, 3 soat suv satib turib, qaynab sovutilgan suvga 20 litr suvga 3000 ta jo'jaga 4000 doza lasota qilinyapti. İki soat vaqti bor, 2 soat ichida ichib olish kerak. Nimaga buni deyapman? Vaksina ochilgandan keyin 2 soat vaqt beriladi. Bu tirik vaksina. 2 soatgacha vaksina o'lmay turadi. 2 soatdan keyin vaksina o'ladi. Organizmga kirgandan keyin o'sha organizmlar rivojlanadi. Shu kasallikka qarshi immunitet hosil qiladi jo'jalarimiz. Lasota vaksinasiga immunitet hosil qiladi. Hozir yem bermay turamiz, ochiqatib turamiz. Suvdan keyin yem beramiz. Bo'lmasam hozir ham yem, ham suv beriladigan bo'lsa, ko'pi yemga qarab qoladi. Shuning uchun suvda 2 soatdan keyin yem beramiz, ungacha ichib bo'lish kerak hammasi. Suvda atrofida hech kim qolmasligi kerak. Hozir mana ichishyapti. Bitta haydab olgan to'sib, nomiga bosib ketmasin. Nomiga haydab tur. Bosilib qolgan bo'lsa olib tasha. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Endi gambura vaksinasi qilinib turganda yana tashlab beramiz.